Assalomu alaykum, Shiddat Group kompaniyasining YouTube kanali a'zolari, hurmatli podpischilarimiz. Bizni kanalga obuna bo'lishni va mana shunaqangi qiziqarli videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun hoziroq obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Videoga like bosing, qulayroq joylashib oling. Biz boshladik. Aynan sizlar uchun bugun golf karlarimizni naqd 10 kishiligi prezidentskini taqdim etamiz. Bu nimaga prezidentski deyiladi? Sababi ko'p davlatni prezidentlari sayohatda aynan mana shu golf karlarda yurishadi. Eng mashhur prezidentlardan biri Donald Trampda ham xuddi mana shunaqasidan bor. Bu golf karimiz o'ta yumshoq, oppoq bo'lib, hattoki o'rindiqlari, skameykalari ham oppoq skameykalar. Buni yurish tezligi 25 km/soatiga yumshoq sakadiskali 13 razmerli balonlar o'rnatilgan. Bu ko'rinishiga o'zgacha dizayn beradi. Oldi qismi yumshoq amortizatorda qo'shimcha prujinalari ham mavjud. Orqa qismida mana hozir birgalikda ko'ramiz. Orqa qismi resorli. Bu orqada ham bemalol yurishingiz mumkin bo'ladi. Ramasi o'ta qalin va baquvvat profil ramadan ishlatilgan. Hattoki buni pastki qismida ham alohida zashtniklari mavjud. Bu golf karimiz poliklari reziniy polikda yurishda o'ta yumshoq yuradi. Ovozi ham juda ham eshitilmaydi. Silliq ko'rinish, dizayn o'ta noyob. Tom qismi yaxlit plastikdan ishlangan. Har bitta inson uchun alohida qo'l ushlagichlari mavjud. Bu golf karimiz bitta zaryadda to'la quvvatda 70 kilometrdan ortiq masofani bosib o'ta oladi. Bunaqangi golf karlar faqatgina Shiddat Group kompaniyasida bo'ladi. Prezidentski 10 talik golf karimiz naqd 3,5 ming wattli miya motor bilan jihozlangan. Akkumulyatorlar soni 5 ta 105 amperli akkumulyator. Bitta zaryadda, ya'ni to'la quvvatda 70 kilometrdan ortiq masofani bosib o'ta olasiz. Keling birgalikda ko'ramiz. Mana akkumulyatorlarimiz joylashgan. 5 ta turibdi. 105 amperli miya motor 3,5 ming watt. O'ta yumshoq, harakatlanishi tez. Oldida rullari alohida avtomat skorusda, mana kelib ko'rsangiz bo'ladi. Mana ruchnoy qo'l tormozi. Mana qo'l tormozi, mana bu yerda oyoq tormozi. Tablosida bu faqatgina bunda oddiylik, mujassamlik uyg'unlashgan, zaryadini, foizini ko'rsatib turadi va skorusini old-orqaga avtomat skorus. Mana orqaga harakatlanadi. Hozir birgalikda harakatlanib ko'ramiz. Orqaga, oldinga hozir D ga urdik, oldinga yuradi. Orqaga. Signallari, yon oynasi, oldi yaxlit oyna. Bu oynani tushirib olib qo'ysa ham bo'ladi, qaytib o'rnatsa ham bo'ladi. Bunga yana bitta zo'r fishkalardan biri oldi bagaji ham bor. Bu bagajda har qanday yuklaringizni qo'yib ketsangiz bo'ladi. Oldida zashtnik ham bor, birinchi urilmaydi. Bu bagaji o'ta baquvvat bagajlardan biri. Bu bagajdan orqa qismida ham bor. Hozir ko'ramiz, qani, mana ko'tarib biladimi? Bemalol. Mana og'irligi 90 kilogramm, mana shu 90 kilogramm og'irlikda mana qarang. Bemalol ko'tara oladi. Bu degani siz oldi bagajda kamida 100 kilogrammdan ortiq yuklarni bosib harakatlansangiz bo'ladi. Tunda harakatlanishda maxsus chiroqlar bor. Bu chiroqlar oldida va tepa qismlarida. Har qanday o'nqir-cho'nqir yo'llarda yumshoq harakatlanib, tunda charog'on kunduz kabi harakatlansangiz bo'ladi. Golf karimizning orqa bagajini ko'rib o'tamiz. Mana orqa bagaji. Orqa bagajga yuk qo'ysa bo'ladi. Orqa zashtnigi ham bor, qo'l ushlab ketishga. Ikki kishi orqadan mana bunaqasiga ushlab ketsa ham bo'ladi. Orqada zashtnik hamda qo'l ushlagich, qolaversa yuqorida ham ushlab ketsangiz bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, bunaqangi golf karlar faqatgina Shiddat Group kompaniyasida bo'ladi. 1000 marta eshitgandan ko'ra, bir marta ko'rib, olib, haydab, daromad manbaingizni bir necha marta karrasiga oshirsangiz bo'ladi. Bu videoni mehmonxona egalari, biznesmenlar, qolaversa turizm uchun, sayohatga, harakatlanish uchun o'zlarini oila daromadini bir necha marotaba oshirish niyatida yurgan insonlarga hoziroq jo'natib qo'ying.
Shiddat Group xalq tanlovi. Yaqinroq kelasiz. Zaradnik qo'yish joyini ko'rsatamiz. Mana bu zaradnik qo'yish joyi. Mana bu yerda zaradga qo'yiladi. Oddiy xonadonda 220 voltda, oddiy rozetkada 8 soatda to'ladi. Bitta zaryadda 4 kilovat, ya'ni hozirgi kunda 4 kilovat tok bilan 8 soatda bemalol to'ladi. 4 kilovat tok bilan siz bemalol 70 kilometrdan ortiq masofani bosib o'tishingiz mumkin bo'ladi. Deylik, hozirgi kunda elektr energiyasining tan narxi necha pul bo'ladigan bo'lsa, shundan 4 kilovatni qo'yasizda, siz bemalol kuniga har kuni 2 million so'mdan ortiq daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Aynan mana shu prezidentskiy Golf karimiz bilan birgalikda. Mahsulotlar soni cheklangan, sifati yuqori, hoziroq murojaat qiling.